Mana yangili Apolovka, buni qulaylik tomonlari bitta barmoqda ko'tarishlar ham bo'ladi va buni yig'ilishiga bitta e'tibor beringlar. Jo'mrakka o'xshab, shunchaki buni qatirib qo'ysanglar bo'ldi. Va buni xohlagan uslubingizda terishlar mumkin. Kolonnaga ham, fundamentga ham xohlagan balandlikda, xohlagan razmerda. Ichki burchak, tashqi burchak qilsanglar bo'ladi. Bular hammasi Toshkent shahri bo'ylab arendaga beriladi. Bu yerda lesa ham bor. Lesani 1 sutkalik arendasi 1,5 ming so'm ekan. Qo'yilmisizlar. Bu yerda koreyskiy Apolovka bor. Buni 1 kvadrati 4 ming so'm 1 sutkalik arendasi. Koreyskiy Apolovka bilan yangili Apolovkaning xizmatlari bir xil, faqat buni qulaylik tomoni juda ham yengil hisoblanadi va mustahkam. Buni hatto yog'lashinglar ham shart emas. Buni ham 1 kvadrati 4 ming so'm. Telefon qilasizlar, Toshkentda xohlagan nuqtasiga olib borishadi, yana qabul qilib ham olishadi. Bu yerda monolitli stoykalarimiz bor. Buni bir donasi 5 metr bo'ladi. Narxi 1200 so'm, ob'yomga kamroq bo'lsa 1,5 ming so'mdan qilib berishadi. O'zimizda temir Apolovkani 1 kvadratini 2 ming so'm qilib berishadi. Mustahkamligini ko'rsatib beramiz. Aka, yurib beraverasiz. Ya'ni ko'pchilik o'ylashi mumkin, bu yelimi sinib ketadimi deb. Yo'q, bu mana ustida bemalol mashina yurgizib o'zlari sinab ko'rishgan ekan ham, hozir biz uchun ham yurib berishyapti.